Assalomu alaykum. Mana Navruzbek polvon. Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Intervyu mana birinchi bo'lib Samandar Kenjayev kanalida intervyu loyihasi boshlandi. Birinchi bo'lib mana sizni tasvirga olyapmiz. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men shu Novdamizda, Vitamin rayonida, Langarota qishlog'ida. Kirib kelishingizga nima sabab bo'ldi? Qiziqish qanday paydo bo'ldi sizga, ko'pkariga? Otlaringiz bo'lganmi uyda? Bizga endi qiziqish shu ota-bobolarimiz otvoz bo'lgan. Birinchi qaysi otga minib boshlagansiz? Men birinchi marramda bir Ritser degan otcham bor edi. Qirg'izistonda maraq ekan. Ritser. 8-sinfda o'qir edim. Qirg'izistonda maraq ekanmisiz? Nimaga tashlagansiz o'sha paytda? Sovrin nima bo'lgan eslolsangiz agar? Mara 1 gilam 1000 so'm edi o'zlarini puliga. Polvon, endi bu yerda sohada kirib kelganingizdan keyin ustozingiz kim bo'lgan? Kim sizga o'rgatgan? Bizda endi ustozlar men 4 yil Qirg'izistonda uloqchi oldimda. U yerda Ponni Malik aka degan bir federatsiya raisi bor. U odam Ponni meni paddeshga qilib arqamda turib bolalarga tegma qo'yma deb meni Ponni avvalasi u odam nima qilgan? Meni birinchi ustozim avvalasi otam bo'lganlar. Avvalasi otangiz bo'lgan. Ha. Shunda Qirg'izistonda necha yil chopgansiz? Qirg'izistonda men 4 yil chopdim. Qirg'izistonda 4 yil chopdim. Shu Malik aka degan odam, keyin Oda aka degan, Avaz degan bolalar bordi. Ular Ponni meni paddeshga qilib bu yerda Ponni o'zlari chovdirib o'rgatgan. Bu yoqqa kelib Tojikistonga o'tganimizdan keyin Abdurazzoq polvon Ponni paddeshga qilib, otlarni berib, o'zlari aylantirib, maralarni qildirgan, soldirgan. Gap yo'q. Endi bundan buyog'iga Tojikiston chopib kelyapsiz-a? Xudo xolasa O'zbekistonlarga ham o'tib, Xudo xolasa. Niyatlar bor-a? Niyatlar bor. O'zbekiston, Qozog'iston, buyog'i Qirg'iziston, qo'shni Albatta. davlatlar. Endi bu yerda hozir qaysi otlar chopyapsiz Tojikistonning otlaridan? Tojikistonda otlarni ko'pini cho'yapmiz. Hozir Dallimamet Qoramozorda otlari bor. Stinger, Qo'chqor desan deydi. Odam kishining otlari bor. Stinger, Desant degan otlari bor. Hoji Raqib otlarini cho'yapmiz. O'ratepadan bir ikkita otlar bor. Ularni cho'yapmiz. Kecha necha marra qildingiz o'pchi Chayro dayronda? Kecha 6 marra. Kecha sovrinlar 3 ta to'yga soldik, bitta tana, 1,5 ming so'm pul, $100 pulga soldik-da. Masalan, mana kommentariyada kutib qolamiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiringizlar. Bir haftaning ichida uyiga borib, otxonasiga borib, qolgan intervyularni davom ettiramiz. Qani bo'lmasa, polvon, sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang.